Konteynerda profilidan necha metrgacha naves qilish mumkin va albatta foydali tomonlarini aytib o'tib ketaman. Xo'sh, konteynerda 4x4 profili, ichi ham tashi ham zavodskoy kraska bo'ladi. Naves qig'izdirganingizdan keyin esa kraska qilish kerak yo'q, o'zini zavodskoy kraskasi bilan. Qalinligi 1.7-1.6 sm bo'ladi. Bundan naves qiladigan bo'lsangiz, ya'ni firma to'qiydigan bo'lsangiz, uzunligi 12 metrgacha bezutun turadigan firma to'qsangiz bo'laveradi. Shifer Profinastil bemalol ko'tarib turaveradi. Narxga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 1 metrning narxi 16800 ekan, ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Undan tashqari bu yerda 6 ga 4 profil ham ishlab chiqariladi ekan. Qalinligi 2+ bo'ladi, ichi ham tashi ham zavodskoy kraska bo'ladi. Agarda shundan naves qiladigan bo'lsangiz, firmani 16 metrgacha bezutun to'qsangiz bo'laveradi, ko'taraveradi. Shifer Profinastil farqi yo'q. Hozirgi kunda bunimiz 1 metrning narxi 24 ming so'm ekan, ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Undan tashqari naves qilish uchun, masalan, bu yerda kashaklik, stoykalik hammasidan ishlab chiqarib berilaveradi. S profil, P profil, Y profil, undan tashqari kapalak profil, latoklar ham bor. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod, Kaminterindan bo'lyapti. Kimga shunaqa konteyner dilingizdan profillar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar.